Avvalo, AIni o'yinchoqdek ishlatishni bas qil. Tushunaman, AI qiziqarli. Biz o'tirib, mana yangi veb-sayt deymiz. Bum, yangi ilova. Bum, yangi panel yasadim. Bu ish emas. Bu shunchaki o'yinchoqdek ishlatish. Boy odamlar AIni haqiqiy ishga, haqiqiy vazifalarga soladi. Sun'iy intellekt endi boyib ketish usulini butunlay o'zgartirdi. Bu shunchaki bu vositani sotib ol yoki bu promptni sinab ko'r degan gap emas. Yoki bu AI kursini sot degan narsa ham emas. Bular bolalar o'yini. Men Martel Ventures orqali AI kompaniyalarini 6 oydan kam vaqt ichida $1 million orshib daromadga yetkazdim. Va men aniq formulani topdim. Qanday qilib AI bilan ko'p pul topish mumkinligini. Haqiqiy natijalar, haqiqiy muammolar, katta narsalar. AI sotadi, yetkazib beradi. U ularning biznesini 24 soat, haftada 7 kun boshqaradi. Bu shunchaki AIni ishlatishdan zavqlanish emas. Bu ularni sun'iy intellektdan foydalanishda o'zlarini yaxshi his qilishlari uchungina emas. Chunki bu do'stlarga ko'rsatish uchun chiroyli narsalarni chiqarishga o'xshaydi. Aslida bu ish qilyapti. Siz qochib yurgan ishni qilyapti. Lekin pul keltiradi. Bu AI bilan qilish uchun ajoyib ish. Xo'sh, AIdan qanday foydalanish kerak? AIga aniq maqsad bering. Birorta vositani sotib olishdan oldin AIni qayerga yo'naltirishni aniqlang. AI barcha muammolarni muammo bo'lmaydigan qiladi. Shuning uchun hal qilinadigan muammo bu. Qanday muammoni hal qilish kerakligini aniqlashtir. Va har doim bitta muammo bor, u boshqalardan ancha katta va ancha muhimroq. Va bu bo'g'in deb ataladi. Shuning uchun AIni eng katta ta'sir kuchiga ega bo'ladigan joyga yo'naltirishimiz kerak. Shuning uchun men doim aytaman, vaqtingizni qaytarib oling. Qancha ko'p vaqt qaytarib olsangiz, qancha ko'p vaqt orttirsangiz, qancha ko'p vaqtingizni ko'proq pul topadigan ishlarga sarflasangiz, shuncha yaxshi. Bu hisobotlarni yaxshilash orqali chiqindilarni kamaytirish mumkin. Shunda xatolarga yo'l qo'ymaysiz. Bu natijalaringizni bir necha barobar oshirishga yordam beradi. Agar biror jarayonda tiqilinch borligini bilsangiz, uni bartaraf qilish orqali daromadingizni oshirishingiz mumkin. Mana shu AIdan foydalanish uchun eng yaxshi joy. Shuning uchun borib ChatGPTingizni yoki Claude hisobingizni oyiga $200 ga yangilashdan oldin. Chunki men Claude Code haqida gapirganimni eshitib, men Claude Code'ga o'taman deb o'ylayapsiz. Avval qanday tiqilinchni hal qilishingiz kerakligini aniqlang. Keyin uni yechish uchun to'g'ri AI yechimini toping. Masalan, Atlasni bir videomizda ko'rsatganimizdan keyin ularning tizimi ishdan chiqdi. Asoschisi Omar qo'ng'iroqlar va buyurtmalar bilan to'lib toshgan edi. Va ularning uddasidan chiqa olmasdi. Xo'sh, u nima qildi? U aylanib chiqib bir qancha AI vositalarini sotib olmadi. O'zining rivojlanish jarayonidagi muammoni hal qilish uchun yoki mijozlar muvaffaqiyatida boshqa bir ishni qilish uchun. U muammoga qaradi. Tor joy nima ekanligini aniqladi va o'zining vositasi o'sha tor joyni hal qilish uchun eng yaxshi vosita ekanligini tushundi. Xo'sh, qanday qilib bilib olasiz? Biznesingizda qayerda to'siq borligini. Men buni shunday tushunaman. Har bir biznes bir xil zanjir bo'ylab ishlaydi. Avval e'tibor kerak. Odamlar sizning mavjudligingizni biladimi? Keyin potensial mijozlar keladi. Mayli, ular sizning taklifingizni yoqtirishadi va sizga o'z aloqa ma'lumotlarini berishadi. Keyin savdo jarayoni bor. Ya'ni xarid qilish uchun suhbat. Keyin ular sotib olishadi, shuning uchun yetkazib berish kerak. Va nihoyat mijozlarni ushlab qolish. Ular qolib ketadimi? Endi zanjirni tushunganingizdan keyin mana nima qilishingiz kerak? Birinchi, oqimning har bir bosqichiga qarang. Ikkinchi, har bir bosqichda so'rashimiz kerak. Agar ertaga buni 10 baravar oshirsam, daromadim haqiqatan oshadimi? Yoki boshqa bir to'siq paydo qilamanmi? Aslida nazariy jihatdan, agar mukammal biznesingiz bo'lsa, ya'ni yetakchilar kirib kelsa, narigi tomonda juda mamnun mijozlar bo'ladi. Lekin bir nuqtada, har bir bosqichdan o'tayotganingizda ehtimol bir narsa bor. Mijoz oqimini to'xtatadigan daromad oqimini. Aksariyat bizneslar uchun ularning e'tibori yetarli emas yoki yetarli yetakchilar yo'q. Shu yerdan boshlang. Aynan shu sizning to'siqingiz. Yetarli darajada mijoz bo'lmasa, yetarli savdo bo'lmaydi. Bu esa yetarli naqd pul yig'masligini anglatadi va biznesga sarmoya kiritish uchun pul yetishmaydi. Haqiqat esa shuki, sizda ehtimol imkoniyatlar va mijozlar bor, ular shunchaki qo'ldan ketyapti. Xo'sh, pul qayerdan oqib ketyapti? Mana men AI kompaniya o'z qo'llanmasini yaratdim. U butun jarayonni ancha batafsil ko'rib chiqadi. U sizni auditlardan, ish oqimi shablonlaridan va men barcha bizneslarimda ishlatadigan AI vositalaridan o'tkazadi. Agar xohlasangiz, menga Instagramda YouTube os deb yozing. Men uni yuboraman. Faraz qilaylik, mijozlar eng katta to'siq bo'lsa, sizga ko'proq daromad kerak. Qanday qilib AIni bu muammoni hal qilishga majbur qilasiz? AIni sizga daromad keltirishga undang. Mijozlar va savdolardan boshlang. Har bir biznesga pul shu yerdan kiradi. AI bitimni yopishga urinayotganda rad etilishni his qilmaydi. AI kimgadir elektron xat yozib, javob ololmaslikdan tashvishlanmaydi. Odamlar savdoda charchab qolishadi. Chunki ular rad etilishni his qilishadi. AIga esa baribir. Sizdan bir xil kuch talab qilinadi. Tizimga asoslanib, AI natijani 10 barobar ko'proq chiqaradi. AI hamma narsani qila oladi. U mijozlarni topa oladi. Keyingi aloqalarni avtomatlashtiradi va yana ko'p narsalarni. Siz esa faqat bitimni yopasiz. Aynan shuning uchun Martel Ventures'da GetReview va Your Atlas kabi vositalarimiz bor. Biz haqiqiy AI vositalaridan foydalanamiz. Ular yetakchi baholashni avtomatlashtiradi. Saralash, qo'ng'iroqlarni rejalashtirish va yana ko'p narsalarni.
Agar siz bu vositalarni Tlot va Manis bilan birlashtirsangiz, butun bir savdo mexanizmiga ega bo'lasiz. U yerda faqat kirib bitimni yopasiz. Xo'sh, AI bizga qanday qilib bitim topish va sotishda yordam beradi? Bu turli darajalarni tasavvur qiling. Birinchisi izlanish. AI sizga yetakchi ro'yxatini tuzadi. Manis, Tlot yoki Apix kabi vositalardan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlarni skanerlab, har hafta yangi odamlarni topish uchun. Sizning mezonlaringiz asosida. Bularning hammasini quyidagi tavsifda bog'lab qo'yaman. Shunda bosib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agar shunday qilishni xohlasangiz. Keyingisi saralash. AI barcha bekorchilarni filtrlashi mumkin. Kecha men suhbatlashayotgan edim. Kompaniyalarimdan biri bilan. Chunki ularda juda ko'p potensial mijozlar bor edi. 20 mingta potensial mijoz bor edi va ular. Men hammaga murojaat qilishni xohlamayman. Men eng yaxshi odamlarga murojaat qilishni xohlayman. Bu mahsulotga tayyor bo'lganlarga deyishdi. Shuning uchun biz ularning potensial mijozlar ro'yxatini tahlil qildik. Sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlarni boyitdik. Va bu odamlar mahsulotimiz uchun juda mos ekanini ko'rsatadigan belgilarni topdik. Aytganimdek, Atlas kabi vositalar bor. Ular qo'ng'iroq qilib saralab oladi. Review esa buni ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy xabarlarda qiladi. Siz har bir potensial mijoz uchun 3 ta majburiy shart berasiz. Va o'sha savollarni berasiz. Telefon orqali vaqtni behuda o'tkazadigan. Odamlar bilan gaplashmaslik uchun. Keyingi qadam taklif berish. Sun'iy intellekt xaridorlaringizga juda shaxsiylashtirilgan, aniq va maxsus xabarlar yozadi. Mening ko'p kompaniyalarimda AI xaridorning oldingi xabarlarini ko'rib chiqadi. Uning hozirgi holatiga qaraydi. Ijtimoiy tarmoqlarda nimalarni ulashayotganini tahlil qiladi va har biriga juda shaxsiylashtirilgan xabarlar yozadi. Ularning vaziyatiga moslab, sohasiga va hatto xarid jarayonidagi bosqichiga qarab. Keyingi qadam kuzatuv. AI butun jarayonni o'zi boshqara oladi. Agar kimdir javob bermasa, unga xabar yuboradi, elektron pochta orqali trigger ishga tushadi. Avtomatik ravishda juda shaxsiylashtirilgan holda. Buni qanday qilasiz? AI avtomatlashtirishdan foydalanib. Va nihoyat qo'shimcha sotuvlar. Kun oxirida mavjud mijozni sizdan ko'proq narsa sotib olishga undash. Sizni tanimaydigan odamni birinchi marta xarid qilishga ko'ndirishdan 7 barobar oson. Shuning uchun AI yordamida mijozlar bazangizni tahlil qilib, kim foydalanishni oshaganini aniqlashingiz mumkin. Yoki ularning muddati tugayotgandir va sizga aytib xabar tuzib beradi va ularga yuboradi. Shuning uchun biz Latch degan boshqa mahsulot yaratdik. Bu ishni biz uchun avtomatik ravishda bajaradi. Agar texnik jihatlarga kirmoqchi bo'lsangiz va aniq ko'rsatmalar hamda sozlamalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, men batafsil tushuntirilgan to'liq video tayyorlaganman. Buning uchun kerak bo'ladigan barcha narsalar haqida. Manus degan vositadan foydalanishni o'rganish. Bularning hammasini sozlash uchun. Agar chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu videoning oxirida unga havola qo'yaman. Endi butun savdo jarayonini AI bajaryapti. Lekin sotganingizdan keyin AI yordamida sotgan narsani kim yetkazib beradi? Eng ajoyib tomoni shu, AI yetkazib beradi. Aksariyat bizneslar savdoni yaxshi uddalay oladi. Juda muvaffaqiyatli bo'ladi. Lekin keyin yetkazib berishda cho'kib ketadi. Va odamlar o'z chegarasiga yetdi. Eng zo'r tomoni shundaki, AIda sig'im muammosi yo'q. U tom ma'noda ishlashda davom etaveradi. Uxlamaydi, asabiylashmaydi. Qarshi gapirmaydi. Har doim xursand. Tom ma'noda uyg'onadi va shunday deydi: "Men faqat seni g'alaba qozonayotganingni ko'rishni xohlayman. Menga seni g'alabaga yetkazishga yordam ber." AI allaqachon ishimning kamida 80% ni bajara oladi. Bilaman, bu og'riqli, qanday qilib buni uddalay oladi. Bu mening his-tuyg'ularimga tegadi. Men juda ijodkorman. Mening ishtirok etishim juda muhim. Qanday qilib ekanini ko'rsatib beray. Mana ajoyib bir misol. Bizda Young Guns degan stajyorlik dasturi bor. Ular bir guruh odamlarni yollashdi. Bir guruh Young Gunsni ishga qabul qilishda tiqilinch bo'ldi. Shuning uchun muammolarni hal qilishda AI dan foydalanish bizning odatiy usulimiz. Shuning uchun ular unga murojaat qilishdi. U noldan qahramongacha dasturning birinchi loyihasini 14 kun ichida yaratdi. Ularga sun'iy intellektdan qanday foydalanishni o'rgatish uchun. Lekin u mukammal emas edi. Shuning uchun ular uni yaxshilab, so'ng amalga oshirishdi. Va to'satdan o'sha to'siq. Endi to'siq bo'lishdan to'xtadi. Natijada yosh qobiliyatlar tezda ishga tushga, tajribali mutaxassislardek harakat qilishga tayyor bo'ldi. Garchi ular hali hayotiy tajribaga ega bo'lmasalar ham. Bunga tayyor bo'lish uchun. Chunki ular sun'iy intellektdan foydalanayotgan edi. Bularning barchasi biz ularni doimiy ravishda har safar sun'iy intellektga murojaat qilishga o'rgatganimiz uchun sodir bo'ladi. Avval sun'iy intellekt bilan maslahatlashmay turib hech narsa qilmang. Chunki men kafolat beraman, u sizga yaxshi birinchi loyihani beradi, siz bilmagan narsani. Chunki sizda hayotiy tajriba yo'q. Endi agar siz iste'dodga ega bo'lgan odam bo'lsangiz, endi agar sizda iste'dod bor odam bo'lsangiz, bilmingiz, siz rassomsiz, chuqur soha tajribangiz, men sizga bundan chiqish yo'lini ko'rsataman. Lekin baribir ijodiy jarayonda o'z qo'l izingiz borligini his qilasiz. Birinchi 10% ni men g'oya yaratish deb atayman. Bu yerda siz chat ochasiz va u bilan turli g'oyalar va imkoniyatlar haqida gaplasha boshlaysiz. Hatto yo'nalishingizni topish uchun. Nimaga erishmoqchisiz? Qanday tushunchalar bor? U bilan ishlang. Sizda tajriba bor, g'oyalar bor. Ularni ayga bering va u sizga boshqa variantlar bilan qaytsin. Bu yerda siz tugallanish tarifini yaratasiz. Tugallangan holat qanday ko'rinadi? Ikkinchi qism o'rta 80%. Bu ijro deb ataladi. Bu yerda AI rejani amalda bajaradi. Siz u bilan kelishgan 10% lik qismni mijozlaringizni tizimga kiritishda yordam berish, ularni qo'llab-quvvatlash, jarayon davomida kuzatish, boshqaruv paneli yaratish, to'liq avtomatlashtirishni yo'lga qo'yish. Hammasini
Uning o'zi qanday qilishni aniqlasin va o'z ishini tekshirsin. Bu professional harakat. Aydan o'zini tekshirishni so'rash. To'g'ri yo'nalishda ketayotganiga ishonch hosil qilish. Dastlabki 10% ga asoslanib. Oxirgi 10% bu integratsiya. Bu yerda men o'zimning insoniy ta'sirimni qo'shishni yaxshi ko'raman. Bu yerda men ishni ko'rib chiqaman. Shaxsiy qo'ng'iroqlarni qo'shaman. Strategik maslahatlarni qo'shaman. Hamma narsa ishlashiga, his qilinishiga va ko'rinishiga ishonch hosil qilaman. Men xohlagandek. Ko'p jihatdan AI hech qanday farq qilmaydi. Ishni bajarishda sizga yordam beradigan odamdan. Buni AI ga berasiz, xolos. Shuning uchun ularga pul to'lashingiz va kutishingiz shart emas. Mening eng sevimli narsam har kuni ertalab uyg'onish. Uxlayotganimda men uchun bajarilgan ishlarni ko'rish. Bu mening eng yoqadigan jihatim. Ya'ni 80% boshqa buyruq. Yoki AI tomonidan qilingan bo'lsa, bu 100% ajoyib. Bu sizga allaqachon ko'p vaqtni qaytarib beradi. Endi bizda AI sotadi, AI yetkazib beradi. Lekin biznesingizda bitta to'siq qolgan. Eng qimmati bu sizning o'zingiz. Endi siz AI dan oldin o'zingizni almashtirishni xohlaysiz. Bu men ko'rayotgan kelajak. Faqat ikkita ssenariy bor. Yo AI bilan ishlab, yaratish bilan yakunlaysiz. Yoki bir kun uyg'onasiz uning uchun ishlayotgan bo'lasiz. Shuning uchun bugungi biznesingiz qanday bo'lishidan qat'i nazar. Agar AI dan ishni o'zimiz uchun qilishni o'rganmasak, ishoning, kimdir kelib sun'iy intellekt yaratadi va sizning ishingizni oladi. Siz ham xuddi gazetalar internet paydo bo'lganda his qilganiday his qilasiz. Odamlar ko'proq ish qilib boymaydi. Ular kamroq ish qilib boyidi. Ular, "Hey AI, buni sen o'z zimmangga ol. Men esa faqat o'zim qila oladigan ishlarga vaqt ajrataman" deyishyapti. Bir necha oy oldin butun kompaniyamni 2 kunga yopib AI hackathon o'tkazdim. Odamlarni guruhlarga bo'lib o'z ishlarini almashtiradigan vositalar yaratishga undadim. Va nima bo'ldi? O'sha 2 kunning oxirida hamma 10 barobar samaraliroq bo'lib qaytdi. Ular avval boshida qilishni xohlamagan ishlarni almashtirish uchun vositalar yaratishdi. 10-80-10 qoidasiga amal qilib. Endi esa Claude Code'ni buyruq satrida ishlatish hamma uchun majburiy bo'ldi. Biznesingizni kengaytirish o'zingizni har chorakda kamroq kerakli qilishdir. Shunday qilib, biznes o'sib, sizga ehtiyoj kamaganda, ishni to'g'ri qilayotganingizni bilasiz. Avvaliga bu aybdorlik hissini uyg'otadi, lekin unga beriling. Nihoyat bir marta nafas olishga ruxsat bering. Va AI ishingizda sizni qo'llab-quvvatlashda davom etsin. Mana buni qanday qilib juda oson qilamiz. Mening video kamera usuli deb ataladigan jarayonim bor. Uni dastlab jamoa a'zolariga topshiriqlarni berish uchun yaratgan edim. Lekin bugun xuddi shu jarayondan foydalanaman. Faqat uni AI ga topshiraman, chunki u ishni bajaradi. Men buni aslida narsalarni topshirish uchun yaratgan edim. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa o'zimizni vazifani bajarayotganimizni yozib olishdir. Mening eng sevimli usulim Zoom sessiyasiga yolg'iz kirish. Ekraningizni ulashish va yozib olish. Gapirganingizda ekranni yozib olasiz. Qarang, AI siz ko'rayotgan narsalarning suratlarini olishi mumkin. Shunda u kontekstni tushunadi. Siz gapirganingizda esa u matnni yozib oladi. Siz ko'rayotgan narsaning kontekstini tushunishi uchun. Va siz gapirganingizda u transkriptni yozib oladi. Shuning uchun u sizning fikringizni aniq biladi. Asosiy g'oya shuki, hamma narsani yozib olishingiz kerak. Yoki har qanday shaklda hujjatlashtirishingiz kerak. Ikkinchidan, transkripsiya bor